E'lonimiz salarkada yurgan fura bormi, Xova, Chakman, Kamaz, Zil bormi? Hamma shopir akalarimizga tegishli, ya'ni metan ustanovka qilaman deb niyat qilib yurgan bo'lsalar, mana ustani zo'rini topib qo'ydim Sirdaryodan. Bu Scania o'zini motoriga tushmaydimi, Kamol aka? Yo'q, tushadigan bo'lsa ham yaxshi yurmay qoladi, garantiya yo'q. Bunga qanaqa qilgansiz? Gaz motor. Ha, bunga 430 talik zavodskiy Vichay motor o'rnatib beryapsiz, xudo xolasa. Buni aka seli motorni boshqa olib kelib turib shunday o'zingizga olib tashlab qo'yib beraverasiz. Xuddi shunday. Qaysi texnikalarga asnavnoy aka sizniki? Hammasiga. Hamma gruzovga o'rnatib berish hammasiga qobiliyatingiz bor. Gap yo'q aka. Harakat qilamiz. Gap yo'q. Siz hozir borib shu joydan ham qilib beraverasizmi? Bular emas, boshqa texnika misol Xovoni, Kamazda, Chakman, Zillarda o'zi viloyat qayerda bo'lsa borib qilib beraverasiz. Xuddi shunday. Uyda, ha, xuddi shunday. Lekin furalarni hammasini menga olib kelish kerak. Ha, u kelmasa bo'lmaydi endi. Nimaga sabab? Perdelka ishlari bor. Bu yoqda bitmaydigan. O'zimizda to'kurlar borda endi. Tushunib ketadigan. Ish tezroq bo'ladi, sifatliroq bo'ladi. Chekka kelsa, oldingizga kelsa. Shunday. Bu gaz baloni nechta bu aka? 150 talikdan 8 ta qo'yib berdik bunga. Mashalloh. Qo'yapmiz, xudo xolasa, pauklari bilan. Ko'rsatib olsangiz bo'ladi, gaz muzlamasligi uchun. Hozir mana bu narsani qilsa gaz muzlamaydimi aka? Xuddi shunday. Aka O'zbekiston bo'yicha bu joyga boraverasiz, Xova, Chakman, Kamaz bo'lsa. Lekin furalarni olib kelish kerak. Furalarni aslida qaysilariga qo'yamiz endi ustanovkani aka? Hammasiga. Manda, Volvo hammasiga tushaveradi mana Vichay motoringiz? Ha, aka, bu tushmasa yana bu motorlar bor, misol. Boshqa turdagilar ham tushirib berasiz. A6, A7 motorlari bor. Tushirib, zakon Kamazga ham hamma mashinaga o'zining anasiga qarab qo'yib beraveramiz aka. Ishingizga javob aka. Xudo xolasa garantiyasi bor. Xudo xolasa. Fura olib kelib bersa, mana motori tushmasa deng, xuddi mana shu ishda endi. Necha kun vaqt ketadi shunga aka? Bir hafta 10 kunda. Uzog'i bilan bir hafta 10 kun. 10 kungacha yurgizib chiqarib berasiz. Boshqa motor bo'lsa, hujjatlari qanaqa bo'ladi aka? Hujjatlar endi biz o'zimiz tomonidan gaz hujjatlarini qilib beramiz. Bir hafta 10 kunda mana Manda, Volvo, Scania hammasiga dizel motorini olib tashlab, mana zavodskiy gazli desalar gazli. Keyin hammasiga tushmaydi deyapsiz, gaz nima? O'zining motorlari. O'zining motori. Ha, o'zini tushadiganlar bor. Xovalarga aka xudo xolasa zakon tushadi, yurib beradi. Motorlariga. Mana furalarni aytyapman. Ha, furalarga endi manlarga tushirsa kerak, daflarga. Indiski deydi-yu. Ana golovkasi 3 talik bo'ladi. Ularga gaz tushadi. Narga sploshniy golovkalarga ular maslahat bermaymiz baribir. Bermaysiz, ha? Pastki raqamlarga aloqaga chiqsalaring, maslahat kerak bo'lsa ham telefon qilib turishadi endi obunachilarimiz aka, maylimi? Bezovta qilishaversinmi? Ya, bemalol ishimiz shu bizda. Gap yo'q. Sirdaryo viloyati, Xovos tumani, Farhod 5, ha? Farhod 5. Kelib so'rasalaring, Kamol akam ayniqsa o'zi vodiyda klientlari ko'p ekan, endi bu O'zbekiston bo'yicha tanitmoqchimiz, ustamiz ishlariga baho berasizlar. Telefon qilsalaring, maslahatlarni ham ayamaydi, xudo xolasa. Aka, mabodo qilib ketgansizdan qilib ketgan shopirlar nomerini ham beraverasiz, so'rab olishaveradi. Qanaqa tushgan, qanaqa ishi qanaqa, uni ochiq oydin aytaverishimiz kerak. Qaysi viloyatda bo'lsa, shu viloyatdan shopirlar nomerini beramiz aka. Qo'yib. Gaplashib, ko'nglini to'q qilib olaveradi. Ha, shunday, xudo xolasa. Bu videoroligimizda aytib o'tganimizdek, gaz ustanovka qilishim kerak, daromadni oshirishim kerak deb yurgan tanishingizga srochniy tashab qo'ysalaring, sizlardan ham, bizdan ham, mana usta Kamoldindan ham xursand bo'lib qolishadi. Imkon servisga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa ustalarni ham topishda, qayerda nima qilish kerak, hammasi haqida ma'lumot berib boramiz. Ishlaring oson bo'lsin, akalar, biz xursand